Farg'ona o'zbek futboli boshlangan zamin. Biz tug'ilishimizdan oldin ham bu maskan allaqachon g'oliblarni yetishtirgan. Turkistonning ilk jamoasi, ilk chempionlik, afsona deb atalgan ilk futbolchilar. Biz Neftchi futbol klubi aynan shu tarixning davomchisimiz. Mintaqaning eng kuchli jamoalari bilan to'qnash keldik. Katta g'alabalar zavqini his qildik. To'la stadiondagi hayqiriqlarni eshitdik. Maydonga faqat hisob uchun emas, balki shahar, insonlar va ko'kragimizdagi nom uchun tushish nima ekanligini angladik. Ammo kuchlilar yo'li hech qachon sinovlarsiz bo'lmaydi. Shubhalar, qo'rquvlar va xatolar bu yo'lning ajralmas qismi. Lekin eng qorong'i damlarda ham bizni yoritib turgan kuchlar, sodiq muxlislarimiz bor edi. Har qanday holatda ishonadiganlar, qiyin paytda tark etmaydiganlar, stadionni butun bir shaharning urib turgan yuragiga aylantiradiganlar. Va uzoq yillik sukutdan so'ng biz qaytdik va shunchaki qaytmadik. Biz chempion bo'lib qaytdik. Bugun bizning g'alabalarimiz haqida gapirishmoqda. O'yinlarimizni diqqat bilan kuzatishmoqda. Tribunalarimizning ovozi stadiondan ancha uzoqlarga yetib bormoqda. Bugun Neftchi yangi bosqichga chiqmoqda. Futbolchilarimiz yanada yuqoriga intilmoqda. Osiyo va jahon chempionatlariga, sayyoraning eng kuchli futbolchilari bilan katta o'yinlarga, butun dunyo kuzatadigan tarix sari, har bir golni millionlar tomosha qiladigan maydonlarga. Neftchi shunchaki tarixga ega klub emas. Bu futbolning kelajagi va siz uning bir qismiga aylana olasiz. Butun dunyo nigohi qaratilgan joyda bo'lish, formada, maydonda, har bir ekranda bu tarixga kiradigan lahzalardir. Biz xalqaro maydonga dadil chiqyapmiz va sizni ham o'zimiz bilan olib ketamiz. Chunki biz birgalikda kuchmiz.